Yo'qnaq kanalimizni kechki bozorida uxlab qolmay qolgan akalarimiz uchun 2009-yil ishlab chiqarilgan 1.6 Dons super bez konditsioner Nexia'miz kelib qoldi. Kechki bozorda srochniy narxda. Kraskasi qirilgan, chizilganligi uchun sepilgan usta akamizning mashinasi ekan. Bemalol ko'rib olaversin deyapti. O'zingiz uchun bemalol tekshirib olasiz. Orqa oldi butun ekan. Oyog'iga 4 ta sretniy balonda metan gazlari bor. Salon holatlari mana. 1.6 Don super bez konditsioner yaxshi holat taqib qo'yilgan. Radarini necha olaman dedilar. Azincha ko'proq yurgan mashina. Metan gazladi. Orqa oldi butun glavnisi. Motorlari hech qanaqa moy yegani yo'q deyapti. Bitta xadovoyi o'rtalay, unaqa juda zo'r ham emas, juda yomon ham emas deyaptilar. Bemalol ko'rib tekshirib, birerka qilib olasiz, lekin mashina duxi bor, tekis bo'lib turibdi. Hozir ham telefon qilsanglar bo'ladi. Ayrim insonlar kechqurun telefon qila olmay xijolat bo'lyapti ekan. Bemalol hozir ham quraveringlar. Zinat kechqurun qo'yilyaptimi? Xo'p, telefon qilsanglar bo'ladi. Yo'qnaq kanalimizni olib mazza qilib haydashingiz uchun bor, yo'q 2700